Bu qo'shiqni ko'pchiligimiz eshitganmiz. Uni el sevgan hofizlar, xonandalar kuylagan. Lekin undagi bitta xato she'rning jonliligi va ruhiyatiga putur yetkazgan. Bu albatta tarjimadagi xato va bu xatoni deyarli barcha san'atkorlar takrorlagan. Ming yil yashab tushsang ajal qo'liga chapingdan o'ngingga boqqancha bo'lmas. E'tibor bering. Mag'rur bo'lib kezma umring guliga, duch kelarsan bir kun xazon yeliga, 100 yil yashab tushsang ajal qo'liga, chapingdan o'ngingga boqqancha bo'lmas. Tarjimon chapingdan o'ngingga boqqancha bo'lmas deb tarjima qilgan. Bu she'r ulug' turkman shoiri Maxtumquli qalamiga mansub. Turkmanchada o'ngingdan chapingga boqqancha bo'lmas. Xo'sh, bittagina so'zning o'rni almashishi shunchalik muhimmi degan savol paydo bo'lishi mumkin. Albatta muhim. Chunki shoir bu yerda namozdagi holatga ishora qilgan. Bilamiz, namoz yakunida oldin o'ng tomonga, keyin chap tomonga salom beriladi va ikki salom orasi juda qisqa fursat. Qarang, shoir nima demoqchi? Ey inson, sen 100 yil yashasang ham bu ko'rgan umring xuddi shu salom oralig'ida juda tez o'tib ketadi demoqchi. Ko'ryapsizmi? Tarjimadagi shu kichkina e'tiborsizlik she'rning hayotiy, jonli, sharqona tashbihini yo'qotgan. Tarjimadagi nuqsonni tuzatish mumkin, lekin ikki salom oralig'idagi o'tgan umrdagi xatolarni tuzatish juda qiyin, hatto ba'zida imkonsiz ham bo'ladi. Bu misrada mana shunday chuqur ma'no bor. Yana qanday mashhur misralar yoki so'zlar sharhlanishini istaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.